Toshkent Motors avtosaloni Nukus filialida Jack M4 avtomat avtomobilimizni ko'rib chiqamiz. Avtomobilning tashqi ko'rinishi Jack emblemasi ham oldi oblisovkasi Ponni nikel bilan qoplangan, oldi faralari Ponni galogen bilan jihozlangan. Mashinamizda tumankasi bor. Mashinamiz orqa tarafida stop chiraklari ham zadniy kameralari va sensor datchiklari bilan jihozlangan. Mashinamizni og'irligini keladigan bo'lsak, 1 tonna 950 kg, uzunligini 520, enini 1.89, balandligi 1.99. Mashinamizning motori ikkilik turbina motor. Euro 5 standartlanan javob beradigan Greenjet motor. Motorimiz sepli motor bo'ladi. Toyota bilan совместно ishlangan. Motorimizda 211 ot kuchiga ega, 100 km 12 litr расход etadi. Mashinamizda konditsioner, ABS sistemalari bilan jihozlangan. Mashinamizda hamma qulayliklarga ega. Avtomobil saloniga keladigan bo'lsak, rullarimiz elektrousnitelniy multi-rul bo'ladi. Bu tarafida cruise control, bu tarafida multimediani sozlash uchun jihozlangan. Avtomobilimizning tablosida maksimal tezligi 220 km/s. Mashinamiz eshigida qo'l qo'yib o'tirish uchun kojalar bilan jihozlangan. Tapetkasi esa yumshoq plastik bo'ladi. Avtomobil 9 dyumli monitorlar bilan jihozlangan. Monitor Ponni, YouTube, navigator hamma narsani o'qiydi. Beda klimat kontrollar bilan jihozlangan. Konditsioner, pechka hamma narsasini nazorat etish uchun avtomobilimiz avtomat korobka bo'ladi. Haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida podstakanchiklar bilan jihozlangan 12 voltli adapterlar va USB portlarning bor mashinamizda. Mashinamizda fishalkalari bilan jihozlangan va mashinamizda kar, ya'ni aynasi muzlatgisi boshqatsa, beda klimat kontrolda shuni qo'shib qo'ysangiz, o'zi avtomatik eritib muzni, karni yo'qotadi. Avtomobilimiz 9 o'rindiqli, sidinamiz kapitanskiy sidina bilan jihozlangan. Orqa tarafida alohida konditsioner pechka sistemasi bor. Keyin orqa taraf uchun kolonka dinamika bilan jihozlangan va 12 voltli adapter, USB port va podstakanchiklar ham bor. Mashinamiz Ponni oynalari qaraytirilgan. Avtomobilimizning balon razmeri 215-65 bo'ladi. Diska razmeri R16lik. 4 taraf ham amortizator bo'ladi. Oldi ham, orqa ham diskovoy tormoz. Avtomobilimiz Toshkent Motors avtosaloni Nukus filialida sotuvda bor. Avtomobilimiz naqd pul 351 million so'm bo'ladi. Agarda kredit oladigan bo'lsangiz, boshlanishini 25% to'lab o'tib, ya'ni 88 million so'm pul bilan 62 bo'ladi. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga bog'laning.